Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, uzoq yaqinda kuzatib borayotgan aka-ukalar, mana bugun navbatdagi darvozamizni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumaniga olib kelib o'rnatdik. 3 metrga 340 joyga o'rnagan darvozamiz mana juda chiroyli holda o'rnadi. 9.200.000 so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tsak, eniga 3 metr, bo'yiga 340 razmerga o'rnadi. O'rtasiga nejvinkalari qo'yildi, juda chiroyli holda o'rnadi. Atrofi ramkasi shiviller bo'ldi. Profillari 6x4, 1,5lik stenada, listlari 2lik listda bo'ldi. 1 kvadrat metr 870.000 so'mdan olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, zamoklar har doim o'rnatiladigan o'sha zubur zamokdan. Orqa holatlari, orqalari ham juda chiroyli, mana tekis holda. O'ta plotniy, chiroyli o'rnadi joyiga. Zator, mana center zator. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizda yangi bo'lsalaring, oldin bo'lib like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimiz kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.